bir umr farzandlaringiz mana shu yeb ichishlaringizni men o'z bo'ynimga olaman, mana Allohga oldiga va'da beryapman. Uyingizni ham chiroyli qilib, mana xalq bilan birlashib chiroyli qilib qurib beramiz. Xo'p, mana kechadan beri men uxlay olmay o'ylab chiqdim bu narsani. Boynaga bolacha bor, shashlik yemagan dedi. Shashlikni? Umuman yemaganmiz shashlik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizning uyingiz mana shu qishloqdagi eng zo'r uy bo'ladi endi. Videoga chiqqan bolacha qani? Qayerga jo'natildi? Men o'sha bolajon to'yib shashlik yesin deb bugun faqat shashlik olib keldim men. Mahalladagi qo'shnilaringizni ham chaqiring to'yib shashlik yesin shular. Bolalar eshitadimi yo'qmi? Yo'q. Eshitmaydi hamma. Gapirmaydi hamma. Men quvonganim yig'laydim. Sizlar o'lsamdan kelib shuncha odam kelib o'tiribdi. Men shunchalik sizlar bor ekansiz, rahmat. Allohga rahmat. Allohga roziman. Endi bundan buyon har hafta bir haftaga yetadigan bozorlikni biz o'zimiz zimmamizga olib, bir umr farzandlaringiz mana shu bolalaringiz, nevaralaringiz katta bo'lib, kuchga o'zi pul topadigan darajaga kelguncha yeb ichishlaringizni men o'z bo'ynimga olaman, mana Allohga oldiga va'da beryapman. Mana. Shashlik pishiramiz endi. Keling. Azizlar, assalomu alaykum hammalaringizga. Mana bugun Eldordan chiqargan o'sha video bo'yicha bolajonim bir shashlik yemaganman degani uchun o'zim kelib ko'zim bilan ko'rib bularning ahvolini, bularning yashayotgan tarzini ko'rdim. Albatta azizlar, birlashishimiz kerak va mana shunday oilalarga bizlar ko'pni oldiga hech narsa emas, har kim qo'lidan kelguncha bir burdan non bo'lsa, mana hozir qo'shnilar ham keldi, uyda bayram bo'ldi, mana bechoralar bir yig'lab aytayapti, bizning uyda hech kim kelmas edi. Va bizlar shuni bugun taqdim qildik va o'zimiz ham ozgina qalbimiz taskin topdi. Ochig'i kechasidan beri men o'zimda emas edim va bularni bundan buyog'iga uylarini qilib berib, nasib bo'lsa bolnitsalarga yotqizib lecheniya qilishga birlashib, albatta shu Eldorjon qo'ygan kartalarga pul tashanglar va qo'ldan kelguncha yordamlaringizni ayamanglar. Azizlar, birlashish vaqti kelgan. Hammaga rahmat.